Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jack va yangi videomga xush kelibsiz. Bugungi videoda men o'zaro o'yinchilar bilan berkinmachoq o'ynashga qaror qildim. Mana ko'rib turganingizdek, o'yinchilarni birinchi o'rinda tanishtirib o'tsam, bizda birinchi ishtirokchi Artifakt, ikkinchi ishtirokchimiz esa Hacker, uchinchisi Joha, to'rtinchisi Falk, beshinchisi bu kim desam ekan? Xullas bu mafiya komandasida o'ynadi. Rol esimda yo'q ismi. To'rtinchisi Klaus va bunisi mashhur o'sha nima deydi, Amerika blogeri Abhamu bo'ladi va bugungi videoda men ularni qidiruvchi bo'laman, survivalda qidiraman ularni. Mana ko'rib turganingizdek, menga mana shunday imkoniyatlar berilgan. Shu imkoniyatlardan foydalanib ularni qidirishim kerak bo'ladi. Okay, let's go. Qani unda boshladik. Hammangiz berkinishingiz mumkin. Qani ketdik. Xo'p, men ularga bir necha daqiqa vaqt berishim kerak, chunki ular bir necha daqiqa ichida berkinishi kerak. Ha, aytgancha do'stlar, kanalim juda yangi. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xo'p, unda boshlaymiz. Yo'q, hali hech kim hech qayerga berkinishga ulgurmadi. Biz ularni bir necha daqiqa kutishimiz kerak bo'ladi. Ungacha tayyorgarlik ko'rib olaman. Buni topib olamiz, chunki mana uchganimizda mana. Chunki bizda uchish imkoni bo'lishi kerak, baribir uchish imkoni bo'lmasa, biz o'yinni uncha ham zo'r o'ynay olmaymiz. Ya'ni bizda imkoniyatlarimiz kam bo'lib qolishi mumkin. Hop, mayli. Hop, endilikda biz qidiruvga o'tdik. Nima deb o'ylaysiz? Kim yutadi o'yinni? Kommentariyada yozib qoldiringchi taxminingizni. O'yinda kim yutishini bilib olardik. Hop, okay, let's go. Menimcha bu yerda hech kim yo'q hozircha. Xo'sh, negadir ular mana shu tomonga ketganini ko'rdim. Ya'ni ularning to'rttasi ham shu tomonga ketishdi. Men ulardan birortasini topaman va yo'q qilaman, tinchitaman deydi-yu. Qayerga tiqilib qoldik-ku? To'xtanglar. Xullas topamizda. Xo'sh, bu yerda kimlar bu? Abhamumi? Abhamu. Bo'ldi. O'zi sirasi pishdi, baribir qiz bola yaxshi berkina olmas ekanda. Mayli. Okay, let's go. Mana bu suvga tushib olaylikchi. Bu yerda mana bular bormi? Bular nimaligini bilmayman-ku. Xullas, Abhamu o'yindan chiqdi. Endi kimni qidiramiz? Boshqa o'yinchilar ham o'yin yaqin atrofda bo'lishlari mumkin. Shuning uchun bir joyda biroz turishni maslahat berishadi menga, chunki bir joyda jicha tursak, ular bizni albatta qidirib kelishadi. Ya'ni nega bizni qidirmayapti degan shubhali gumon paydo bo'ladi. Hop, mayli, keyingi o'yinchini qidiramiz. Bu yoqqa yuraverar ekanmiz, boshqa ilojimiz yo'q. Bir joyda turishimizdan deyarli foyda bo'lmayapti. Shuning uchun Klaus. Klaus. Meni uchib olishimni unutish kerak. Klaus qayerga ketyapti? Qani bizni sezmadi hali. Hop, haliyam sezmadi. Hozir sezib qolsa o'ldiramiz. Bizni sezmayapti, orqasiga qaramayapti-da, chunki hozir sezib qolmasin yana. Hop, uni sekingina orqasidan borib pichoqlab o'ldirib tashlayman bolta bilan. Mana shu qurolim bilan o'ldiraman uni. Hop. I. Tinchidi. Usuldi. Bo'ldi. Klaus ham o'yindan chiqdi. Ya'ni Klaus va Abhamu o'yindan chiqdi. Ikkita o'yinchi o'zi o'yindan chiqib ketdi. Endi keyingi o'yinchini qidirishga o'tamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Xo'sh, keyingi o'yinchini qidirish sal qiyin bo'larmikan? Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, bu yoqqa yuraylikchi. Menimcha keyingi o'yinchi shu yoqqa atrofda bo'lsa kerak. Tog'lar orasini tekshiramiz. Ya'ni tepadagi tog'larni tekshirmasak bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Bu yoqqa berkinishgan bo'lishlari mumkin. Uylar ichiga berkinishgan, qayergadir berkinishgan bo'lishlari mumkin. Hakerlar qayerga berkingan? Ular umuman ko'rinmayapti. Falk va ana bu Afraning yordamchisi. Sandiq bo'sh, demak bu yerga kirishmagan, kirisha olmaydi ham, chunki mana to'g'ri kelmaydi kirishgan bo'lganlarida mana degan loy olingan bo'lardi. G'orning ichida bo'lishlari mumkinmi? Menimcha yo'q. G'orning ichiga berkinishga ulgurishmasa kerak, chunki menda mana bu roket bor. Roket g'or ichidagi odamni aniqlab beradi. Shuning uchun bu tomondachi hech kim yo'q. Ya'ni men survivalda bo'lsam ham ucha olaman. Shuni ham inobatga olish kerak. Xo'sh, to'xtang. Kim bo'la? Qani? Hozir seni eslab turgandim. La'natda tegmayapti o'qim. Joniga borib o'ldiraman shekilli buni. Mayli, seni ortingdan piyoda quvlayman men ham. Bu yoqqa kel, qayerga qochasan? Yaramas. Bo'ldi. Bu ham tinch edi. Hop, qolganlar qayda ekan? Qanaqasi bunchalik zo'r berkinish mumkin ekan? Xo'sh, qolganlarni qidiramiz. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Qolganlarni ham topish kerak. Xo'sh, yaxshi. Kimlar qoldi? Men esimdan chiqib qoldi. Kimlar qoldi? Qaysi joy? Mana edi kim? Qani, ichkarida hech kim yo'q ekan. Bilib bo'lmaydi, begona ham chiqib olishgan bo'lishlari mumkin. Chiqib olishgan bo'lsa, u bizga qiyin bo'ladi. Qani, bu yerda ham toza. Yo'q, bo'lmaydi. Hop, bu toza, buchi.
Bu ham toza, banich. Ha, yo'q, bu ham toza. Bu yerda nima qilibsan? Ho'p, boya Artin mana shu yoqqa kirib ketganini ko'rgandim. Menimcha mana shu yoqqa kirgan bo'lsa kerak, Artin ham mana shu yerda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hop, g'orni bu tomonda chiqish yo'li bor ekan. G'orga berkinishgan bo'lsa, ularni topish deyarli imkonsiz. Menimcha mana bu yerga berkinishgan ekan. Mana shu yerga berkinishgan bo'lishlari ham mumkin, chunki men bu yerga qaramayman-ku. Uy, to'xtanglarchi. Bu yerda kimdir bormikan? Voy, Xalq, qandaysan? Yaxshimisan? Seni o'ldiraman. Ha, bo'ldi. Xalq ham o'yindan chiqdi. Xo'p, 3 ta o'yinchi o'yinda qoldi. Menimcha ularni men topa olmasam kerak. Qayergadir berkinishgan. Juda joyga berkinishgan shekilli. Xo'p, nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Kim g'olib bo'ldi? Qaysi o'yinchilarni men topa olmadim va ko'zdan yoki qochirib yubordim? Agar videoni ba'zi joylarni ko'rmay qolgan joylarim bo'lsa, uni kommentariyada yozib qoling. Ko'rishguncha xayr.